Assalomu alaykum. Bizni Instagramda kuzatadigan Andijon Telefon kanali a'zolari. Mana bu navbatdagi ishimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Mana bu ko'rishgan go'zal holatda shapkalar bitkazib berdik. Mana shu joy aplikasiyani qo'yib, dorixonaning chara ishi bor, bitkazib qo'ysak bo'ldi. Mana bu dorixonamiz pianino fasonda bo'lgan. Mana shu joyda bitta karnizini qo'yib, pianinosini qo'yib qo'ysak, keyin mana o'rtaga hozirgi kunda trenddagi kosmosimizdan qo'yiladi. Shu bilan birar soatda ishimiz ham tugaydi, o'z nihoyasiga yetadi. Mana bu shapkalarimiz oqqa mokri fasonda. Shapkalar ham e'tibor bergan bo'lsanglar, pianino, dorixonamizdan pianino. Bir-biriga uyg'unlangan holatda. Do'stlar, buni bu fasonimiz kvadrati ko'proq chiqadi. Men desam, maytda bitta buklanish bo'lyapti, keyin maytda yana bitta buklanish bo'lyapti. Keyin mana bu karnizlarimiz ham Navo karnizlarning rasxoti ko'proq chiqadi. O'zi bagati chiroyli chiqadi. Kvadrat ko'proq chiqadi. Bizda tunikani kvadrat hisoblanganligi uchun qimmatroq chiqadi bu fasonimiz. Mana bu tomonlarimizdan ko'rishlar mumkin. Burchaklarga e'tibor berib qo'yasizlar. Juda go'zal holatda chiqqan. Mana shu shapkamiz fon. Dorixonamiz bo'ldi. Agar xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.